Anjali bolalardan yangilik zo'ri. Bugun juma ayyom munosabati bilan kilomoy almashtirish do'konimizda Liboyevda Damas akamizni Abdulla o'tib ketgan bo'lsa, bekarga alishtirib beramiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tizimiz aka Abdulla o'tib ketgan bo'lsa, tekinga alishtirib beramiz. Javobmidi? Ha, mayli bo'lmasa, rahmat. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Abdulla o'tib ketgan bo'lsa, tekinga alishtirib beramiz. Abdulla qanaqa? Alishtiramizmi? Aka, akironi chiqar aka. Akamizning mashinasini kilometr 1000 kilometr o'tib ketgan ekan. Xudo xolasa mana chiroyli qilib o'zimiz qo'yib beryapmiz. Shani kilometr o'tib ketgan hisobiga tekinga alishtirib beramiz deganda Abdullani akamiznikini xudo xolasa alishtirib berdik. Fikringiz qanaqa aka? Fikrim yaxshi, ijobiy. Mana tekinga almashtirib berdi. Ustalardan Alloh rozi bo'lsin. Abdullamizga garantiya beramiz, kelaverasizlar, xudo xolasa. Sizlar so'ragan Abdulladan bor. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, klinikadan tushganda psixmarsan ro'parasida ekranda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar.